Ustlari tillarang ichlarigacha mazali bo'lgan tovuqni uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. 500 grammdan oshiq bo'lmagan jo'jalarni olib, qornini yorib, bezi bor bo'lgan bo'yni, qanoti hamda orqa qismini olib tashlaymiz. Tozalab olgan jo'jalarni yaxshilab yuvib olib, tuz berib, yaxshilab ishqalab, ustiga mayonez hamda shirin paprikani solib, hamma joyiga yetkazib surib chiqamiz. Tovuqimizni kamida 1-2 soatga xolodilnikka qo'yib, mazasi ichlarigacha o'tishini kutamiz. Qozonga jo'jalarni ko'madigan darajada yog'ni solib, baland olovda ikkala tomonni qizartirib qo'rib olamiz. Jo'jalarni hammasini bir xil shunaqa qizartirib qo'rib olganimizdan keyin qozondagi ortish yog'ini olib tashlab, qozonimizni tozalab olamiz. Jo'jalarimizni qozonga terib olib, o'zidan chiqqan selini, 200 gramm saryog'ni, 300 gramm suvni solib, ustini yopib, 40 minutga past olovga dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz tayyor bo'lguncha sous tayyorlab olamiz. Sousga hamda ovqatimiz uchun ishlatilgan barcha mahsulotlar grammlarini video ostida yozib qoldiramiz. Jo'jalarni saryog'ga burkanib, qanaqa tillarang bo'lib, sochli bo'lib pishganini ko'rishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu taom uchun aynan shunaqa kichkina jo'jalardan foydalanish tavsiya etiladi. Katta tovuqlarning mazasi bu kichkina jo'jalachalik shirin bo'lmaydi. Qozonni tagida qolgan sachokka olib, saryog'larni tovuqning ustidan qo'yib, tovuqlarimizni kesib olamiz. Bu videoni tovuqni ko'chadan sotib olib yeydigan yoki uy sharoitida qanaqa pishirishni bilmayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.